Ba'zan hayot bizni eng og'ir sinovlar bilan yuzlashtiradi. Shunday lahzalar bo'ladiki, hamma narsa tugagandek tuyuladi. Qalbimiz og'riqqa to'ladi. Umidlarimiz so'na boshlaydi. Ammo aynan shu lahzalarda insonning haqiqiy kuchi namoyon bo'ladi. Songun Unsalning Kaktuslar ham gullaydi kitobi ana shunday sinovlar, og'riqlar va ulardan keyingi ruhiy tiklanish haqida hikoya qiladi. Kaktus cho'lning qattiq sharoitida yashaydigan, tashqaridan tikanli ko'rinadigan o'simlik, lekin u ham o'z vaqtida gullaydi. Muallif aynan shu timsol orqali inson hayotiga chuqur ma'no beradi. Chunki ba'zan biz ham tashqi tomondan kuchli ko'rinsak-da, ichimizda og'riqlar, armonlar va aytilmagan dardlarimizni yashiramiz. Bu kitob faqatgina hikoya emas, u sabr, matonat, kechirim va umid haqida yozilgan hayotiy xotirlatmadir. Kaktuslar ham gullaydi. Qalbingizga umid, sabr va ishonch ulashadigan asar. Balki bu kitob siz kutayotgan eng muhim xabarni aynan bugun sizga yetkazar. Kasbi tuman axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarga Songal Unsalning Kaktuslar ham gullaydi kitobini o'qishga tavsiya etadi.